alaykum hurmatli obunachilar. Boshlangan kun hammamizga qut barakali va omadli kelsin. Hozir yana kommentlarni ko'ryapman. Yana qanchadir davoni aytsam ham, yana shu osteopatiyaga qanday uy sharoitda qanday davolasa bo'ladi degan savollarga ozgina yengil davo dasturini aytib o'taman. Bu eshitib turinglar. Bu Naksapen bittadan 3 mahal 1 oy davomida topish mumkin bo'lgan narsa. Chunki va benzinda rosa qiynalyaptilar, qanaqadir topishda, shuning uchun Naksapen ichsa ham bo'ladi. Va ikkinchi aytadigan dorim bu indol pilus, demak indol karbinol. Endi brokoli yoki boshqa narsani yeyishga salgina muammo bo'ladigan dangasalar bo'lsa, demak indol pilus bittadan 1 mahal 2 oy davomida ichishlaringiz mumkin. Suvni aytaman, suv ko'p miqdorda va shirinlikdan cheklanasiz uy sharoitida bo'lsa. Komfortniy masalan 15 kun qo'ltiq osti bilan va progestogel gel deyman. Bu progesteronli gel. Sizga garmon primoy berilmaydi-yu, masalan teri orqali o'sha gel orqali tanangizga so'riladi. O'sha yetmayotgan progesteron deyiladi o'sha narsa. Va shu bilan yana omega mahsulotlari bemalol qabul qilishlaringiz mumkin. Bittadan 2 mahal og'riq, ya'ni sut bezining vaskularniy prosess bo'lsa va kollagen ichmoqchi bo'lganlarga aytamanki, kollagen chisti bo'lsin. O'shaning uchun men rilslarga qo'ygan omega kollagenlarni men o'zim ko'rib turganim uchun aytib o'tib ketyapman. Va vitamin E, demak 400 dozada bittadan 1 mahal 2 oy davomida vitamin E. Yana bularni bilasizlar, estrogenni kamaytirib, progesteronni chiqishini yaxshilaydi. Shularni qabul qilishlaringiz mumkin bemalol uy sharoitida. Lekin baribir o'zingizni sevgan, hurmat qilsangiz, bir marta uzdiy yoki bir marta mammografiyadan o'tishni men tavsiya qilgan bo'lardim.